Короче, sizlar sog'ingan rubrika уборка time. Men bilasizlar, bitta tilni eson-omon gapiraman, bir 5-6 xil tilni aralashtirib o'zimcha kimnidir yasamasam mazam qochib qoladi. O'shaning uchun mana bu narsa orqamda turuvdi, video olishim kerak, просто asabim buzilgandan yig'ishtirib tashladim. O'rtada men bitta vishelkamni ham maqtanib ketdim, просто romollarim shunaqa akkuratniy qilib yuraman degan ma'noda. Mana shu vishelkani anaqaganimni oyim ham ko'rib, yig'ishtirganimni ko'rib, narsalarni ko'rib, men rosa duo qildilar, "Hajja qizim farosat ishlashni boshlabdi" deb. Ну просто g'irt oldin ishlamaganda. Короче, hamma narsa kiyim-kechaklarni yig'ishtirib, joy-joyiga joylab, просто hammasi o'zimniki edi. Qolganlar o'zinikini olib ketgan, o'zinikini o'zi yig'ishtirib olsin deb duolar qilishganda, короче, o'shaning uchun duoligi ijobat bo'lib, mana bu oyim ko'ynaklar faqat qolganlarini men hammasini yig'ishtirib, tozalab qo'ydim. Bir katta olam ishini qilib tashlagan odamdek. Men bilan tez yig'ishtirib, mana bu yerda sveti noto'g'ri qo'yib qo'yganimni bilib qoldim. Endi keyin safar bunaqa qo'ymayman. Obuna bo'linglar.